O'zbekistonga sayohat qilishga qaror qildik. Bizning kichkintoyimizning O'zbekistonga birinchi sayohati. Pasporti hali yo'qligi uchun birinchi o'rinda fotostudiyaga bordik. Fotostudiyaga borsak, fotostudiyachi aytdiki, bolani kiyimini oppoq kiydirib qo'yibsizlar, uni almashtirish kerak, boshqa kiyim kiydiramiz dedi. Albatta deb kiyimni almashtirib, ular rasmga tushirguncha atrofni tomosha qilib turdim. Qarasam, bolamni bittasi chalg'itib turibdi, ikkinchisi rasmga olish bilan ovora. Amallab rasmga olib olishdi. Kiyimini qaranglar, altay-baltay bo'lib yotibdi. Bolam bechora shokda, men ikkita tentak nima qilib yotibdi? Meni ahmoq qildimi bular? Yosh bola ko'ryaptimi deb. Shunaqa qilib bu yer pasportni stoldan chiqib, albatta ayollarning ko'zini o'ynatadigan joyga keldik. Erjonni yur, ko'rganlar kambag'al deb o'ylamasin, mahrda bergan tillasidan boshqa shimildirig'i ham yo'q ekan deb o'ylamasin deb tillo bergani keldi. Bu yerdan chiqib lottay martga xarajat chek qilgani bordik. Albatta xarajatsiz iloji yo'q, chunki borganga yarasha bir kamida 4 chemadan to'ldirib borish kerak. Quruq qo'l bilan borilmaydi har holda. Shunaqa qilib produktlar qilishni boshladik, sovg'a salomlar olishni boshladik. Har xil narsalarni tanladik. U yerda o'zimizga nima yeyishni tanlab tursak, bolam bechora o'ylovda. U yerda kimlarni ko'raman, ular qaysi tilda gapiradi, hozircha hech qaysi tilni tushunmayman-ku deb o'zi bilan o'zi ovora. Bolajonim. Shunaqa qilib sovg'a salomlarni olib, magazinni aylanib, ayol kishini ko'z yomonda. Yaxshi narsalarni ko'rsa og'isi kelib ketaveradi bor-ku. Albatta, shoppingni hamma ayollar sevadi axir. Shunaqa qilib o'zimizga kerakli, O'zbekistonda yeyish uchun kerakli narsalarni oldik. Yomg'ir yog'ardi, Erjon mashinada kelishini kutib turdim va uyga asta qaytishni boshladik. Yomg'irning yog'ishini qaranglar. Bolajonim shu paytda qo'shiq aytib yuboray dedi. Hammaga xayr.